Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi chislomimiz 11-may 2026-yil. Men yana shu o'zimda xolamni uyiga kelgan edim. Qo'ylarni bir ikkitasi tuqqan ekan, shuni syomka qilib, jiyan kelib syomka qilib ko'rsat. Obunachilaringga deganda hozir kelib ko'rsatishga qaror qildim sizlarga obunachilar. Avvalambor bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Biz Telegram kanal ochdik obunachilar. YouTube tagiga kirsalaring ikkita Telegram kanalim turibdi. Bittasi reklama berish uchun, bittasi o'zimning lichkam. Bemalol ikkoviga ham obuna bo'lib, qo'shilib qo'ysalaring, kimning uyida qo'yi, moli yo mashinasi bo'lsa, bemalol o'sha yerga tashab, reklama qilib, o'zlarini sotishlari mumkin onlayn. Bizda reklama xizmatlari mutlaqo bepul. Faqat shu kontaktda nechta odamlar bo'lsa, bemalol qo'shib, nima qilib qo'ysangiz, o'zingiz reklamani qilib, bemalol onlayn sotaverasizlar obunachilar. Xo'p, men bo'lsa keldim, hozir videolarni olaman. Bir boshidan yeb ichishlari qanaqa bo'lardi, ratsion, nima ratsion berilyapti, hozir hammasini batafsil sizlarga yoritib boraman. Mehnatimizni qadrlagan holda bitta layklar bosib qo'yasizlar obunachilar. Chorvaga qiziquvchilarga, do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar obunachilar. Men bo'lsam ketdim, hammasini sizlarga tushuntirib, batafsil yoritib berishga harakat qilaman. Xo'p, bu yerda hozir aytishi bo'yicha xolamni aytishi bo'yicha 100 ta edi, qo'ylari 86 dona qolibdi obunachilar. 15 tasi sotilibdi pashti. 100 ta edi, sotildi. Xullas dedi. Jiyan 86 ta qo'y qoldi dedi. Syomkaga ruxsat berdi, oldik hozir. Shu yunglarni olgan edik qo'ylarni. Hammasini u yoqda hozir yana bitta patok bor. Xo'p, qo'yxonamizga kelsak obunachilar. Tepada atsinkoviy tunika jiles turibdi. Xo'sh, 10 santimetrlik, 10 santimetrga 6 metrlik strapela qo'yilgan. Har 1 metrga 3 ga 4 reykalar tashab chiqqan. Chunki tepada uncha og'irligi yo'q. Xo'p, bu yoqqa kelsak, penaplekslar qo'yilgan, issiqlik o'tkazmaslik uchun. Mana bunaqa ventilatorlar qo'yilgan. Obunachilar har 3 metr, 4 metrga qo'yib chiqdi. Lampochkalar qo'yilgan. Xo'p, qo'yxonani ichi unchalik aytishlari mumkin tozalanmagan-ku, rasvo deb. Yo'q, to'g'ri. Lekin qo'yxonada hid yo'q hozir. Nimaga? Chunki orqa tomonda devor teshib qo'yibdi. Arqa tomon dala. Shuni hisobiga skvoznak shamol aylanib turibdi. Mana qilib bunday qilsak, obunachilar mana ishlayapti. Ventilator ketda aylanyapti. Yozdi kuniga bu, hozir emas. O'chirib qo'yamiz buni. Sharoitlar yaxshi qilib qo'yibdi, bo'ladi. Faqat endi bu yerga yaxshi qarab, qo'ylarni bir cho'miltirib, men aytdim hozir, xola dedim, pochcha dedim, bir cho'miltirish kerak bo'ladi dedim. Nasib bo'lsa, kelsam keyingi haftami endi yo bozor kuni plan qilyapmiz, bir kelib cho'miltiramiz bularni. Ana keyin qo'ylar ko'rasiz o'zgarishini. Xuddi o'zimning uyimdagi qo'chqorlarda o'zgaradi nasib bo'lsa inshaalloh. Xo'p, oxirlari kelsak, oxirlari ikkita 15lik, bu yog'i strapela, bu yog'ini bitta 15lik qo'ygan. Qo'yni bo'yinni qirib tashlamaslik uchun. Keyingisi ichkariga gaz ballonni kesib, noshga qo'yib, suv qo'ygan. Mana har biroviga bittadan qo'yib chiqqan. Bu suv almashadi. Har bir kun, 2 kunda suv almashib turadi. Qo'ylar suv ichadi, ovqatini yegandan keyin tuz qo'yib chiqqan. Har ikkita oxirdan bittasiga tuz qo'yilgan. Xo'p, yem nimalariga kelsak, ratsionlarga hozir so'rasam, oldingidagi usilenli yem bermayapmiz dedi. Kepak lavlagi, 1 tonna lavlagi olib kelgan ekan bir fermer uyidan. 1 tonna lavlagi, o'sha lavlagini dedi, kepakka aralashtirib beryapmiz. Xashak mana oddiy o'zimizda o'tlar haliga. Bog'dan o'tni olib kelib, shu o'tlar beryapti ekan. Mashalloh deb qo'yasizlar obunachilar, kommentariyalarni yozib, otangga rahmat deb qo'ysalaring, bo'ldi. Men nasib bo'lsa bundan keyin bundanda chiroyli videolar ko'rsataveramiz obunachilar. Xo'p, bu yerda hozir bolasi bilan turibdi. Kichkina uji bular. Bular kech qochgandi hisobiga kech tug'di. Bolasi bilan turibdi. Hozir menimcha 1 oydan keyin ayirar ekan bularni aytishi bo'yicha. U yoqda narigi qorada, nari eshikdan nariyoqqa, devordan nariyoqda yana bitta qo'raxona bor. U qo'raxonada hozir qo'ylar turibdi. Ona qo'ylar qo'chqor bilan turibdi. Uje qo'chqor qo'shilgan. 3-4 ta katta qo'chqor qo'shib qo'yibdi. Qo'ylar ular qochyapti. Nasib bo'lsa ular shu yozda oxirlariga uje qo'zilab boshlaydi, kuzda boshlariga. Mana ular kuzda oxirlariga
yangi yilga yaqin, yangi yilga qolmay yana qo'zilaydi bular. Bu уже ikkinchi nimasi bo'ladi. Ikkinchi to'l bo'ladi. Ikkinchi nimasi, ikkinchi hosili bo'ladi xullas obunachilar. Unisi уже ikkinchisini nima qiladi? 2-3 oydan keyin уже qo'zilab boshlaydi. Уже qochib qolgan deyapti. Veterinar vrach topib ko'rsatgan ekan, uzi apparatda уже qo'zilar qochgan ekan. Mana bular bolasi olib kichkina emyapti. Narigilar уже qochgan debdi. 2 oylik, 2,5 oylik bo'lib qolgan deyapti aytishi bo'yicha. 1 oydan oshgandan boyagi apparatda o'zi ko'rsatilar ekan, uzi apparatda ko'rsatilar ekan. O'shani hisobiga уже aniq deyapti. Bular mana bolasi mana oxirgi tuqqan mana shu ekan. Qo'zicha mana emyapti onasini. Mana shu qo'y bitta tug'ibdi. Qolganlari hammasi ikkitadan, u yoqda 3 ta tug'adiganlar bor obunachilar. Shu 4 ta qo'ydan mana 3 yil ichiga mana 100 ta qo'yardi. Pul kerak bo'ladi, u bo'ladi. Endi nimada? Oila ro'zg'or deydi. Kimdir muammosi bo'lib qoladi. Bir nimaga ehtiyoj bo'lgan payt shuni olib chiqib 10-15 tasini shuni sotadi. Masalan, pul bo'ladi-da. Hozir bilasizki, birovdan pul so'rasangiz hech kim bermaydi. O'zingizda 100 dona qo'ylar bo'lib tursa, bemalol bozorga olib chiqib sotsangiz bir ehtiyogingizni qondiradi obunachilar. Hozir men nariga nimaga o'taman? Qoraxonaga. Uni ham batafsil sizlarga yoritib, hammasini chatilni ko'rsatib ketaveramiz obunachilar. Obunachilar mana keldik ikkinchi qoraxonaga hozir. Bu yoqda mana men aytgan o'sha qo'ylar. Bu yoqda mana qo'ylar hammasi 3 tadan tug'adi, qo'chqor bilan turibdi. Bunisi bu yoqda mana yana 35 ta sovuliq qo'y ekan, qo'chqor bilan turibdi. Mana shu katta qo'chqor qo'shib qo'yibdi ichiga. U yoqda yana bitta qo'chqor, xo'p 3 ta 5 ta qo'chqorga qo'shib qo'yibdi. Yoqda 30 ta sovuliq, 5 ta qo'chqor. Keyingi bular уже mana keyingi nimaga tayyor уже. Keyingi patokka nasib bo'lsa 2-3 oydan keyin nasib bo'lsa qo'zilar hali qo'zilaydi. Bu yerda xuddi shunday obunachilar mana ichkariga suv qo'yilgan, gaz balonni kesib suv qo'yib qo'yibdi. Ventilyator har 3 metr, 4 metrga bittadan ventilyatorlar qo'yib chiqdi. Naqsa ishlasa kerak bu yer. Ana ishlayapti уже. Ketdi. O'chirib qo'yamiz. Bu yerda alohida qilingan mana qo'chqor bilan turibdi. Qolgani bu yoqda yana shu katta qo'chqor 3-4 ta qo'chqor bilan qo'shib qo'yibdi. Bu yerda ham xuddi shunaqa obunachilar remont ishlari ketyapti, e'tiboringizga. 6 metrga o'nlik straplar qo'yilgan tepaga shifr atsinkoviy. Mana ular yozga ochiladi, polni qo'pariladi. Oxirlari ham 15lik straplardan 2 ta, pastda bu tomonda bitta. Ichkariga mana yemlar turibdi, ko'ryapsizlar. O't, kepak, nima lavlarga berar ekan hozircha. Yozgi kuniga, endi issiqlik hisobiga. Daroshkamiz ham 1.50, bunaqasiga 50 metr. Eni 6 metr. Hop, yoshiga kelsak qo'ylarimiz, bular yoshi 2 tish, 4 tish, 6 tish ekan. O'sha birinchi nimadagi qo'ylari o'sha 6 tish bo'lgan, mana shu qo'ylar. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta ekan. Mana shu qo'ylari o'sha 6 tish bo'lgan o'zi. Bular o'sha keyingi hosilga nasib bo'lsa, где-то 3 oy ichiga 2,5 3 oydan keyin nasib bo'lsa qo'zilab qolar ekan obunachilar. Qolganlari naryoqda turibdi. Ular o'sha keyingi kechroq tug'adi, chunki kechroq hozir bolalar bilan turibdi. Shuni hisobiga endi qochish ham kechroq bo'ladi. Kuzda oxirlariga shu yangi yilga bormay yana qo'zilaydi. Bu degani 1 yilda 2 marta o'sha
bitta qo'ydan 2 marta bir yilda hosil olsa bo'ladi obunachilar. Mana qo'yda baraka borda, qo'y barakali shundan bilsa bo'ladi. Hammalarning uylariga, chorvalaringga Alloh fayz va baraka bersin.